berishadi va odatga ko'ra savol javob o'rtoqlar murabbiy va futbolchilar ertangi o'yin haqida biroz fikrlanishamiz. Ro'ziqul aka o'yinga tayyorgarligi haqida, raqib haqida, ular qanaqa respublikamizda bor raqibga jamoa kayfiyati haqida shular haqida aytamiz. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kech. Men o'ylaymanki ertangi o'yin kutyapman, bu narsani ajoyib muhitda bo'ladi. Atmosfera stadionda muxlislar tarafidan haqiqiy bayram bo'ladi deb o'ylayman. O'yinga keladigan bo'lsak, albatta bu bitta o'yindan iborat o'yin. Kubok uchun bo'ladigan o'yin, keskin kurashlarga boy bo'ladigan o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Biz kubokda qo'lga kiritishni juda ham xohlaymiz. Shunga tayyorgarlik ko'rdik. Yigitlarning kayfiyati a'lo darajada. Biz ertangi o'yinga tayyormiz barchamiz. Husayn, jamoa kayfiyati qanaqa? Ertangi o'yinga tayyormisiz? Futbolchilar qanchalik tayyor? Avvalambor assalomu alaykum. Biz ertangi o'yinga xudo xohlasa yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Biz ertangi o'yinga bor kuchimizni berib, g'alaba uchun o'ynaymiz. Muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Marhamat, savollarga o'tamiz. Savol bo'lsa. Ro'zg'orga bu yilgi Nasaf jamoasi himoyachilaridagi stabil emaslik holati sizni xavotirga solmayapti, chunki Golman ham Muhammadiyevdan Peshvorov ham o'zidan kutilgan darajadan biroz pastroq o'ynayotgandek shaxsan meni taassurot qoldiryapti. Shu Muhammadiyev ham ayrim savollarda tezlik borasida ortda qolyapti yoki Davron hali to'liq safga qaytib ulgurmagan. Ana shu muammolar sizni bugungi xavotirga solmayaptimi? Bu savolingizda ozgina menimcha chalkash bilan ketdingiz. Menimcha o'zichi Muhammadiyevni men kecha juda ham maqtagan edim. Siz Muhammadiyevni tilga oldingiz. Muhammadiyev yana bir qaytarib aytaman, hozir yosh o'yinchilardan ham tez yuguradigan o'yinchi hisoblanadi. To'g'ri, ba'zi bir o'yinchilarimizda tezligi yo'q, lekin tajriba ancha yuqori. Hozir biz kubok finali arafasida turibmiz. Jamoamiz O'zbekiston chempionati birinchi o'rinda ketyapti. Menimcha muhokama qilinadigan joyi yo'q. Har bir jamoada o'sha kamchiliklar bo'lib turadi. Biz tuzatishimiz kerak bu masalalarni. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, agar jamoa himoyada juda oqsaydigan bo'lsa, natijalar bu darajada bo'lmasdi. Menimcha kamchiliklarimiz bor, lekin umumiy qilib aytaman, hozirgi yigitlarimizni himoyada ko'rsatadigan o'yin bizni qoniqtirib turibdi. Bu natijadan kelib men shuni aytayapman. Rahmat. Assalomu alaykum, jurnalist Jaloliddin Qobuljonov. Adashmayotgan bo'lsam, siz Maksim Shanskiyevga murabbiy sifatida yutqazmagansiz hali Paxtakordaligida. Bu qandaydir ruhiy tomondan ustunlik beradimi ertangi o'yin oldidan? Bu albatta statistika. Bu haqida o'tgan yil ham ta'kidlangan edi. Paxtakor jamoasida ishlaganda Maksim bilan yaxshi natija qilganmiz. Bu o'yin menimcha boshqa darajadagi bo'ladi. Boshqa jamoa bilan Max qatnashyapti bu turnirda. Albatta statistikamizni har doim yaxshilashga harakat qilamiz. Lekin bilasizlar, o'zimning statistikamdan ko'ra jamoaning manfaati, jamoaning yutug'i birinchi o'rinda turadi. Albatta qaysi murabbiy bilan necha marta yutqizganimni ko'p e'tibor qilmayman. Har bir o'yinga bunaqangi o'yinda albatta jiddiy yondashamiz. Natijamizni yaxshilashga harakat qilamiz. Kimda marhamat degan savollar bor? Alaykum assalom. Ertangi final jamoasiga omad tilashamiz. Nasab kechiga istiqboldan buyon turmayapti. O'zbekiston klubida ko'p muvaffaqiyatli. Bunga qadar chiqib ketmagan bo'lganiga qaramay va ertangi agar Nasab jamoasi super kubok qo'lga kiritsa, shu muxlislar oldida shu kubokdan kubokdagi ishtirok erta yakunlagan sal o'shani ayblash yurganini hisoblaysiz o'sha. Bu kubokni qo'lga kiritish orqali shu kubokdagi erta ishtirokni yakunlaganini o'rnini bosib keta oladimi? Bilasizlarmi, shu narsa bo'lyaptiki, o'tgan yilgi natijalar takrorlanayotganda, chunki biz o'tgan yil ham kubokdan chiqib ketib, menimcha keyin super kubokda yili qaysidir etapda biz yomonroq o'yin ko'rsatib, natijalarimiz yomonlashib, super kubokni qo'lga kiritgan edik. Menimcha shunaqa bo'lgan edi. Endi biz kubokdan chiqib ketdik, orqaga qarash shart emas, oldinga intilish kerak. Oldimizda chempionatimiz bor, super kubok o'yini bor. O'sha uchun biz kubokdagi holatimizni esdan chiqarib, ertangi o'yinga e'tibor qilyapmiz. Menimcha bu narsa bizga ta'sir qilmaydi.
chunki men o'sha kubok oxirgi o'yinda keyin aytdim, bizni asosiy maqsadimiz boshqa degandek qilib. Men o'ylaymanki, ertangi o'yin umuman boshqacha bo'ladi. Bu o'yinlarga albatta chempionatga, Superkubokka jiddiy yondashib tayyorgarlik ko'rganmiz. Marhamat, kimda endi savolimiz? Assalomu alaykum, jurnalist Faqir Qodirova Mohina. Oxirgi 3 o'yinda jamoaning asosiy tarkibidagi o'yinchisi Sherzod Nasralloyev zaxirada qolib ketmoqda. Bu qandaydir jarohati bormi yoki? Sherzod bizni yetakchi o'yinchilarimizdan biri hisoblanadi. Uni zaxirada qolib ketgani yoki umuman qaydnomaga kiritmayotgani bu uni jarohati bilan birinchi sababi bo'ldi. Ikkinchisi o'sha kasal betob bo'lib qolgani. O'sha uchun oxirgi o'yinlar oldi u betob bo'ldi, davolanish bilan avvalo bo'ldi. O'sha uchun tarkibga ham, o'yinga ham jalb qilinmadi. Ertangi o'yinga Sherzod ham tayyorgarlik ko'ryapti. Agar imkon qadar uni ham imkoniyatidan foydalanishga harakat qilamiz. Ertangi bahsda terma jamoa yig'iniga chaqirilgan futbolchilar qandaydir ehtiyotkorlik rejalari tuzilgan yoki bu umuman mazkur bahsda inobatga olingan? Bizda o'z maqsadimiz bor. Ertangi kubok e'tibor birinchi darajaga chiqadi. O'sha uchun terma jamoaga o'ynaydigan o'yinchilar albatta xohlamaymiz travma olib borishini. Lekin ular ham tushunib turibdi bu o'yin ham qanchalik muhimligini. O'sha uchun biz to'liq bundan foydalanamiz. O'ylaymanki, yigitlar bor kishining imkoniyatini ishga soladi. Alaykum assalom. Bizda penalti tepadiganlar yana ham ko'paydi. Bilasizlar, o'tgan yili ham mahorat ko'rsatgan edik penalti tepishda. O'ylaymanki, bu vaziyatgacha borsak bizda muammo bo'lmaydi. Chunki ko'p yigitlarimizga ishonamiz. Biz mashg'ulotlarda, kechagi mashg'ulotda ham bu ustida ishladik, musobaqa o'ynadik, yaxshi kayfiyatda tayyorgarlik ko'rdik. Andijon klubi bosh murabbiyi sizlardan biz penalti seriyasiga alohida tayyorgarlik ko'rmadik degan mazmunda fikr bildiribdi. Balki hozir mashg'ulotlarda tepib ko'ramiz, ya'ni alohida tayyorgarlik ko'rmayotgan ekan. Sizlarda hozir mashg'ulotdan keyin qolib aynan penalti seriyasiga qaragan tayyorgarlik bugungi mashg'ulotda bu narsa bo'lmaydi. Biz kecha bu narsani amalga oshirdik. Bugungi mashg'ulotimiz asosan yengil maydonni o'rganish, stadiondagi muhitni, havoni o'rganish bo'ladi. Yigitlar yo'ldan kelganmiz, ozgina chigal yog'li mashqlar bilan yengil mashg'ulot o'tkazamiz. Taktik yoki texnik bunaqa standart vaziyatlarni bugun amalga oshirmaymiz. Marhamat, savol bo'lsa. Ertangi o'yinda muxlislarning qo'llab-quvvatlashi qanchalik? Albatta biz hammamiz yaxshi bilamiz, Andijonning kuchli taraflaridan biri bu muxlislari. O'ylaymanki, Qashqadaryoda ulardan kam bo'lmagan muxlislar bor. Ertaga shuning uchun gapimni boshida aytib o'tdim. Ajoyib muhit bo'ladi, atmosfera bo'ladi. Ikkita jamoa muxlislarni bizga yaratib bayram qilib beradi deb o'ylayman. Bu har tarafdan yoqimli bo'ladi. Nafaqat stadionga kelib, balki o'sha televizorda ko'rish ham menimcha muxlislarimiz uchun juda ham ajoyib muhitda, ajoyib futbol bo'ladi deb umid qilaman men ertaga. Bemalol. Final o'yindan iborat va hamma narsa bo'lishi mumkin. Andijon yuzidagi oddiy raqib emas. Umumiy olganda ertaga mana hozir jarohat haqida so'rash ko'rilishi, futbol shamollar qo'ygan yo'qotishlar dedi. Ertangi final oldidan chizmalar deydimi, naradotkalar deydimi, undan oldincha Andijonga tayyorlangan naradotkalar bormi yoki bugun endi hammasini ko'rib, shu naradotkalarni bo'lib hammasini? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz o'zingiz. O'yin bitta o'yindan iborat. Andijon jamoasi balki biz muxlislar kutgandek barqaror bo'lgan emasdir, lekin shunaqa o'yinlarni o'ynadi, yaxshi o'yinlarni ko'rsatdi. Bu bilasizlar, Paxtakor jamoasiga qarshi yoki Agenka jamoasiga qarshi biz bilan ham yaxshigina
qarshilik ko'rsatishdi. O'sha uchun biz jiddiy yondashyapmiz, raqibga jiddiy munosabatda bo'lamiz. Jamoa ancha jiddiy, bitta o'yinga har bir jamoa yaxshi o'sha motivatsiya bilan o'ynashi mumkin. O'sha uchun biz ertangi o'yinda to'liq maksimal tartibli o'ynashimiz kerak bo'ladi. Bu narsa talab etiladigan narsa bitta o'yindan iborat bo'lganda. O'sha uchun bu jihatlarga ko'p e'tibor qaratamiz. Jarohatlar deb so'radingiz hozir. Boshqa hozir to'liq kechirasiz. To'liq tarkib bilan biz o'yinga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hech qanaqa jarohatlar yoki betob o'yinchilar yo'q. Bu kimgadir atalmagan, bu emotsiyalar tanigan narsa. Nishonlash desa ham bo'ladi. Masalan, futbol ko'ramiz, kimdir nishonlash yoqsa, bizdan shuni qilamiz. Yoki o'zimizni yaqinlarimizga qanaqadir narsalar ko'rsatishimiz mumkin. Bu emotsiya. Bu kim uchun bilmas. Savol bo'lsa oxirgi ikkita savol bor. Aynan Nasaf Superkubokda 2 marta taslim etilgandi. Paxtakordan Dragan hal qiluvchi gollarni urgan. Dragan Cheran mazkur nazarda va yaqinda Olimpiyaga qarshi o'yinda ham hal qiluvchi gol urdi. Dragan Cheran Nasafga kelish maslahat klassiga ozgina klass qo'shildi. Ozgina emas, ancha mahoratli. Bu bilasizlar, Cheranni necha yildan beri faoliyat ko'rsatyapti. O'sha taklif qilganimizda uni mahoratini biz chamalab bo'lganmiz. Bizni tarkibimizda ham Paxtakor tarkibida ham o'zini yaxshi taraflar ko'rsatdi. Bunaqangi mahoratli o'yinchilar to'g'risi biz chempionatimizda kam sonli. O'sha uchun biz uni taklif qildik. Hozir bugun o'shani esladik. Ikkita Superkubokda bizga ikkita gol urgan ekan Samarqandda va To'ronda menimcha. Boshqa o'yinlarmi? Undan keyin biz 2 marta qo'lga kiritdik. Men aytdim, endi uchinchisiga sen yordam berishing kerak deb. O'ylaymanki, uni yordami tegadi. Biz uni taklif qilishidan endi hozir gap ochildi. Maqsadimiz shuki, uni biz ko'p yugurish shart emas. Hozir ham lekin ko'rsatkichlari 10 kilometrdan oshib ketyapti. Uni mahorati, uni o'zini tutishi, uni yetakchilik qobiliyati bizga asqotadi deb uni taklif qildik jamoaga. Marhamat, savol bo'lsa oxirgi savolni beramiz, keyin mashg'ulotga chiqamiz. Assalomu alaykum, Ro'zg'ul aka. Alaykum. Ertangi o'yin oldidan Andijonni finali imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Albatta men o'z jamoamga ko'proq ishonaman, lekin Andijon jamoasiga ham biz hurmat bilan qaraymiz. Chunki hozir ta'kidlab o'tdim, hozir o'tgan davrda ham Andijonning yaxshi o'yinlari bo'ldi. Yaxshi ko'rsatkichlari bo'ldi. O'sha uchun hurmat qilgan holda erta maydonga kurashishga chiqamiz biz. Ma'lum oxirgi bitta savol bor. Qayerdadir xato qildim deb o'ylamayman. Oxirgi 2 yil mana shu ozroq qiyin o'tdi. Ikkinchisi jarohat bilan bo'lib o'tgan edi. O'sha jarohatdan qaytib tiklanish, mana hozir yaxshi kechmadi, tabii shu. Hozir Nasaf bilan yil oxirigacha kontrakt bor. Qayergadir ketish, nimadir so'raganman. Hozir bor e'tibor Nasaf bilan. Rahmat, bu oxirgi savolga javob qildi. Birozdan so'ng Nasaf guruhi ishtirokida rasmiy mashg'ulot boshlanadi. Dastlabki 15 daqiqasi bilan ishtirok etgani uchun rahmat. Ro'zg'ul aka, sizlarga ham katta rahmat. Ertangi o'yinda omad tilayman. Katta rahmat hammaga. Yaxshi tamom.